Biz sizga yangi uy qurib bersak xursand bo'lasizmi? Judayam xursand bo'laman. Shunday xursand bo'laman qaniydi. Mana shu uyda 24 soat yashab bersangiz, mana shu $100 men sizga beraman. O'rtoqlar, sharoit shu darajada og'ir. Kadr shunchaki ko'ringlar. Qishda qor yog'adi, tomchi o'tadi. Uxlab yotganingizda yomg'ir-pomg'irlar tushganmi? Hozir men bu kiyimlaringizni kim bergan? Bitta mama beruvdi, shuni kiyib yuribman. Bozordan kiyim ham sota olmaganmisizlar? Yo'q. 2017da hech pul sotgan yo'q. Odamlarnikini kiyib yuribman. Menda bitta savol paydo bo'lyapti. Qishda, yomg'irda, sovuqda qanaqa kunlarni o'tkazishgan? O'zingiz nima ishlar qilib turasiz? O'zim maktabda 23-maktabda xarroshib ishlayman. 870 ming oylik olaman. Hech bola yo'q. Bir oyda 870 ming pol tozalaganingiz uchun har kuni borasiz. Hayotdagi eng katta orzungiz nima? Nimani orzu qilasiz? Uyda qurishda, kiyim-kechak olishda, chiroyli yurishda. Navbatdagi 37-oilani sizlar bilan birgalikda uyli qila olamizmi yoki yo'q? Kommentariyaga fikringizni yozib qoldiringlar. Videoga like bosib, mana shu videoni hammaga tarqatib tashlanglar.